Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana biz tokzorlarimizga keldik. Ko'rib turibsiz. Mana tokzorlar. Yaxshisi mana bunday ko'rsatay ekranda yaqinroq. Mana shunday ko'rsataman, kengroq. Mana toklar. Mana tokni aralig'iga mana shunday ishlov beriladi. Mana bolalar bir oz e'tiborsiz bo'lgan, mana nortlar sinib tushgan. Ana shu narsalarga e'tibor qilish kerakligini bilmaganda. Chunki hozir nortlar mo'rt bo'ladi. Yana bir oydan keyin nortlar qotayadi, keyin sinmaydi. Bu degani may oyini oxiriga borib nortlar qotayadi, keyin sinmaydi. Men bitta narsani ko'rsataman sizlarga. Hosilni qayerda turganiga qarang. Mana kundani oldida bittagina narchani berib, ikkita bosh uzun turibdi shu yerda. Men bu yog'ini qo'yavering, bu yog'ini. Xudo berib qolgan, botib qoladi xudo xolasa buni. Hozir bolalar bir ishlarni kuchli qilish kerak. Buni ichini bitta haydavi, yana suvi. Abduhoshim shundaymi? Bir chopig'ini olib chiqsa botib qoladi. Men boq qilishni o'zi bo'lmaydi. Buni 4 yil kutdik. Qalamchadan olib keldik, ekdik. Tomirli-da, endi qalamcha emas, tomirli. Buni ichidagi nihollar sonini to'g'rilash uchun 2 yil ketadi. Yo'qotish bo'ladi baribir. Men Farg'onadan, Qo'shtepa tumanidan 4000 tub ko'chat olib kelgan edim. 4000 tub ko'chatdan 1000 tub qoldi. Mana bu yerdagi ko'chatimiz ham 12000 tub ko'chatdan. Niholimiz qancha hozir? Abduhoshim. 6700 tama borda, bunda 700 ta xato bo'lsa ham 6000 ta 5000 dan ziyod ko'chat borda hozir. Ko'rdingizmi? Mana 10 gektarga deb olingan ko'chatni, xo'p mayli 1100 tadan gektarga ketganda ham agar shu yerda 9 gektar bo'lish kerak edi, shunda to'g'ri bo'lardi. Hozir bu yerda endi 6,5-7 gektar. Hali bu ham aniqini bilmaydim, lekin 7 gektarligini 6400 shunday hisoblayman. Keyin mana bu yerda qolgani bor. Mana hali bu endi bu yil 3-yil ketyapti. Uni keyin o'tamiz. Oyla 3 gektar, 4 gektar yerda bor. O alohida jami bo'lib 11 gektar, 12 gektar yerda shu tokka moslashtirganmiz. Hozircha Xudo agar umr bersa, buni davom ettiraveramiz. Qarang. Hosilni ko'ring. Yo'qotishlar bo'ladi, yo'qotishlar buni bilamiz, hammasini. Buni qushlar yeydi, boshqa yeydi, yo'qotishlar bo'ladi. Mana bir tub narxdagi qarang, uzunni sonini sanangda. Mana shu yerda o'zida 6 ta, 7 ta turibdi. Mayda shingillar hisoblanmaydi. Bir tubda hozir 30 bosh bor. Mana shu kichkina tokda bir tubida 30 bosh uzun bor. 4-yilga, ha. Abduhoshim yomon zo'r bo'ldi, ha. Yaxshi. Qara, kutsang bo'lar ekanda, kutsang bo'lar ekan. Endi bu ya menatini Kutsang, sabr qilsang, Xudo xolasa yilga mahsulot yaratsak, ko'pchilik duo qiladi aka. ha. Ko'pchilik yeydi buni. Qovun tarz bilan donglan ketuvdi lekin. Endi mayiz bilan ketadi. Ha, Xudo xolasa. Endi mayiz. Ha, velam 1 gektar qovun, 1 gektar tarz ekinglar. Hayla yer bor, shuni suvni qulay sharoitlar bor. Lalmikorda ber, Lalmikor aholidan 15 kilometr uzoqlikda. Biz shu yerga sharoit qilganmiz. Bu tomonlar bepoyon ko'rinyapsiz, Lalmikor. Mana u aholi bizga yaqin bo'lgan bilan shu ham 6-7 kilometr bor. Aslida 15 kilometr bizdan olisda. Qarang. Ko'z tegmasin bitta. Ko'z tegmasin, lekin ko'ryapman men hozir. Yaxshilar menatni buni Ko'z tegmasin. Kallalik qo'yibsan aka. Kalla? Ha. Kalla ilinglar. Sizlar ko'nglimiz to'g'ri. E'tiborli bo'lsin, orasini chopay deganda qara, nortlar hozir mo'rt-ku. Unchalik etmaydi. Shunga e'tiborli bo'lsin, ozgina bolalar. Mayli.
Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar. Abduhashim, senga katta rahmat. Senga o'zimga ishonganda ishonaman, uka. Sog' salomat bo'larding.